Assalomu alaykum. Sizlar bilan Top kinolar usubi. Bugun sizlar bilan kino haqida top 10 ta fakt haqida gaplashamiz. Dunyo tarixida birinchi film ruchnoy film, ya'ni 1888-yil suratga olingan. Birinchi ovozli film 1927-yilda suratga olingan. Dunyodagi eng ko'p daromad qilgan film Avatar 2009-yil taxminan 209 milliard daromad qilgan. Eng uzun film Logistik Shvetsiya 2012-yil ishlab chiqarilgan, 35 kun 17 soat davom etgan. Eng ko'p Oskar olgan film 3 ta film 11 tadan Oskar yutgan. Ben-Hur 1959, Titanic 1997 va The Lot 2003. Oskar mukofoti ilk bor 1929-yilda berilgan. Dunyo bo'yicha birinchi o'rinda kino ishlab chiqarish bo'yicha Bollivud turadi, ikkinchi o'rinda Gollivud. Bollivud Hindistonniki, Gollivud Amerikaniki. Rahmat, sizlar bilan Top kinolar usubi bo'lib, profilga kirsanglar, bioda silka bor. O'sha kirsanglar kanalim bor.